Inson umri davomida bir amalga qo'l ursa ham uni xolis qilmog'i lozim. Xolis bo'lmagan ishlar Alloh subhanahu va taoloning nazdida umuman qadrsizdir. Xolislik yo'lida o'zlarining jonlarini fido qilib o'tgan insonlar bu tuyg'uni yaxshi bilganlar. Ramazon oyining har kuni xolislik siri dasturi orqali ana shu solih insonlar haqida so'z boradi. Payg'ambarlar, sahobalar, salafi solihinlar hamda ummatning asl egalari haqida hikoya qiluvchi dastur 30 kun davomida har kuni sahar chog'ida Navro'z radio kanalida efirga uzatiladi. Tinglang va qalbingizning tub-tubida yotgan hislaringizni junbushga keltiring. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kunlarimizni osuda o'tkazayotgan, faqat o'zigagina e'tiqod qiladiganlardan qilib qo'ygan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Alloh taoloning suyukli rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallamga cheksiz salovatlar, salomlar va rahmatlar yog'ilsin. U zotga ergashgan yaxshi insonlarga Allohning rahmatlari bo'lsin. Xolislik insonning bezagi hisoblanadi. Xolis yashab o'tgan zotlar haqida inshaalloh to qiyomatgacha gapiriladi. Ularning ummat uchun qilgan ishlari, o'z nafslarini boshqarganliklari haqida ko'p aytiladi. Bizning dasturimiz ham aynan ana shu insonlarning hayoti haqida. Ularning hayotlaridan o'rnak olishimiz uchun bugungi kun dasturi orqali bugungi kunimizga ham murojaat qilamiz. Dastlab esa har doimgidek Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam tomonidan ummat uchun aytilgan o'gitlarga quloq tutaylik. Payg'ambarimiz o'gitlari. Bugun e'tiboringizga bir qator hadis-i shariflarni havola qilishga qaror qildik. Zero payg'ambarimizning haq so'zlari izohga hojat sezmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: odamlarni kuldirish uchun gapiradigan va yolg'on ishlatadigan kimsaga vayl bo'lsin, vayl bo'lsin, vayl bo'lsin. Musnad va Sunanda keltirilgan rivoyat. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Jibril alayhissalom dedi: ey Muhammad, xohlaganingizcha yashang, bas bir kuni baribir o'lasiz. Xohlagan narsangizga ko'ngil qo'ying, bas bir kuni baribir undan ajralasiz. Xohlagan ishingizni qiling, bas bir kuni albatta uni ko'rasiz. Abu Dovud Tayolisi rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: agar banda dunyoga kelgan kunidan boshlab o'lgunga qadar Alloh toat ibodatiga yuzi bilan yiqilgan, ya'ni berilgan bo'lsa ham qiyomatda amalini haqir, kam ko'radi. U ajri savobini yanada ziyoda qilish uchun dunyoga qaytarilishini orzu qiladi. Imom Ahmad rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: ayol avratdir. Agar u ko'chaga chiqsa, shayton unga ko'z tikadi. Ayolning Alloh rahmatiga eng yaqin turgan holati uning uyining ichkarisida bo'lgan paytidir. Bazzor va Termiziy rivoyati. Ushbu hadisi sharif Sobit al-Jumayhidan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: agar birortangizga musibat yetsa, mendan judo bo'lganlik musibatini eslasin, zero bu eng katta musibatdir. Muslim rivoyati. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi ushbu hadis. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: musulmonga yetgan har bir musibat, hattoki badaniga sanchilgan tikon sababli ham Alloh uning gunohlarini o'chiradi. Muslim rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: men ko'rmagan ikki toifa borki, ular do'zax ahlidandir. Sigir dumiga o'xshash qamchilari bo'lib, u bilan odamlarni uradigan toifa hamda kiyimlari yalang'ochlar, yo'ldan uruvchi, yo'ldan ozgan ayollar. Boshlari tuyaning o'rkachlari kabidir. Ular jannatga kirmaydilar, uning hidini ham topmaydilar. Holbuki uning hidi muncha yo'llik masofadan kelib turadi. Muslim rivoyati.
Hadisi shariflarda qiyomat kunida Alloh taolo 3 toifa odamga, ota-onasiga oq bo'lgan, mast qiluvchi narsalarga mukkasidan ketgan va bergan narsasini minnat qilgan odamga qaramaydi. Shuningdek, 3 toifa kimsa jannatga kirmaydi. Ota-onasiga oq bo'lgan, dayus ya'ni xotinini qizg'anmaydigan erkaklar va erkak shoda ayol deyilgan. Nasoiy, Bazzor rivoyati. Sahobai kiromlar. Alloh taolo eng og'ir paytda ham islomni muhofaza qilgan. Bunga avvalambor xolis bandalarining beqiyos xizmatlari sabab bo'lgan. Abu Bakr radhiyallohu anhu ning bir kalimasi musulmonlarni parokandalikdan saqlab qolgan edi. Bugun keling ana shu voqeani yana bir bora eslab o'taylik. Hijratning 11-yili Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etganlarida Abu Bakr Madina chetidagi mahallada edi. Umar Allohga qasamki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'lmaganlar derdi. Allohga qasamki, men faqat mana shu fikrda edim. Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yana qaytib yuboradi va u zot fitnachi kimsalarning qo'l oyoqlarini kesadilar deb o'ylardim. Abu Bakr radhiyallohu anhu kelib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ochib o'pdi. Ota-onam sizga fido bo'lsin yo Rasululloh dedilar. Siz tirikligingizda ham, o'likligingizda ham xushbo'ysiz. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, Alloh taolo sizga 2 o'limni torttirmagay. Ya'ni endi hayoti dunyoga qayta kelmassiz. So'ng Abu Bakr tashqariga chiqib, "Ey qasam ichuvchi, biroz oshiqmay tur" dedi. U gapirgandan keyin Umar o'tirdi. Abu Bakr Alloh taologa hamd va sanolar aytgach, qavmga qarata shunday dedi: "Kim Muhammadga ibodat qilgan bo'lsa, Muhammad haqiqatan ham o'ldi. Kim Allohga ibodat qilgan bo'lsa, darhaqiqat Alloh hamisha hayot, u hech qachon o'lmaydi." So'ng Siddiq radhiyallohu anhu quyidagi oyatlarni o'qidi: "Ey Muhammad, hech shak shubhasiz siz ham o'lguvchidirsiz, ular ham o'lguvchilar." Zumar surasi 30-oyat. Muhammad faqat bir payg'ambar xolos. Undan ilgari ham payg'ambarlar o'tgandir. Bas agar u, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallam vafot qilsa yoki o'ldirilsa, ketingizga kufrga qaytib ketsa ketasizmi? Kimda kim ketiga qaytib ketsa Allohga biron ziyon yetkaza olmas. Ali Imron surasi 144-oyat. Abu Bakr so'zlarini eshitgan kishilar xo'ng-xo'ng yig'ladilar. Shu birgina kalima sabab Alloh taolo islomni ushlab qoldi.